Ukajonim, nimaga bizlarni tashlab ketding? Ikkita uchastkang, 3 ta mashinang, pullaring menga qoladigan bo'ldi ukam. Tavba qildim. Men uyg'onib ketganimdan qo'rqqaning uchun emas, vijdonsizliging uchun tavba qil. Tailandda vafot etgani aytilib, yoqish uchun olib ketilayotgan 65 yoshli ayol tobut ichida jonlandi. Ma'lum bo'lishicha, ayol 2 yil davomida qondagi qand miqdorining keskin pasayishi kasalligi bilan kurashib kelgan. Voqea yuz berishidan 2 kun oldin u nafas olmayotgandek ko'rinadi. Shu bois uni vafot etdi deb o'ylagan oila a'zolari Bangkokdagi shifoxonaga donorlik uchun olib borishadi. Bir ikkita a'zolarini sotib pul ishlash maqsadida. Ammo shifoxona o'lim haqidagi rasmiy guvohnoma bo'lmagani sababli donorlikni qabul qilmaydi. Shundan keyin ayolni tobutga solib ibodatxonaga olib borishadi. Ibodatxona xodimi o'lim guvohnomasini olish tartibini tushuntirayotgan vaqtda tobut ichidan shunday ovoz eshitilgan. Keyin esa ayol hali tirik ekanligi ma'lum bo'lib, darhol shifoxonaga yuboriladi. Agar ayol 1-2 daqiqa kechroq o'ziga kelganda, hozir undan kul uyumi qolgan bo'lardi. Xayriyat, u bundan qutulib qoldi. Ammo Xitoydagilar qutula olmayapti. U yerda tiriklayin yonganlar bor. Gonkongdagi turar joy majmuasida yuz bergan yirik yong'in oqibatida kamida 44 kishi halok bo'ldi. 270 dan ortiq odamlar bedarak yo'qolgan. Yong'in bambukdan yasalgan qurilish narvonlari tufayli tezlik bilan boshqa baland binolarga o'tib ketadi. Ofatning rasmiy sababi hali aniqlanmagan, ammo surishtiruvlar davom etayotgani ma'lum qilindi. Navbatdagi holat qahramoni Yil firibgari nominatsiyasiga asosiy da'vogar. Italiyada onasining qiyofasiga kirib, uning nafaqalarini o'zlashtirib yurgan o'g'il ushlandi. Ona 2022-yilda 82 yoshida vafot etgan. Uning 57 yoshli o'g'li esa marhuma onasining kiyimlarini kiyib, bo'yanib, nafaqani 3 yil mobaynida noqonuniy o'zlashtirib yuradi. Onasining pasporti muddati o'tgach, firibgar o'g'il yangi pasport olish uchun huquq tartibot organiga borgan. Ana shu yerda xodimlar bir narsadan shubhalanishadi. U avtomobilda keldi. Hujjatlarda esa ayol haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmagani qayd etilgan. Shunday qilib, marhumaning nomidan foydalanib yurgan aktyor fosh bo'ldi. Shuningdek, tekshiruvlar natijasida uning yana bir jinoyati ochiqlandi. U onasining jasadini mumiyolab, maxsus qoplarga o'ragan holda shkaf ichida saqlab kelgan. Hozirda unga nisbatan jasadni yashirish, davlatni aldash, o'zini boshqa shaxs sifatida ko'rsatish va soxta hujjatlar tayyorlash ayblovlari yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytildi. Yer yuzining har bir burchagida quvonch bilan yonma-yon tashvish yashaydi. Ideal joyning o'zi yo'q. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi har xil propagandalar ta'siriga tushmang. Shukr tuyg'usini unutib qo'ymang.